doktor Ali choylarni ichganimizdan keyin o'zgarishlar yaxshi tomonga o'zgardi. Ayolimning davlena kasali bor edi. Davlenalar normallashib, bosh og'riqlarimiz berdi. O'zimda ham bosh og'riq berdi. 5 kunda biz shifosini ko'rdik. Ko'pchilik kasalliklarimiz, ichimizdagi har xil kasalliklar hammasiga davo bo'ldi-da. Xullas biz Mehrigiyo doktor Ali choylardan mamnunmiz, xursandmiz. Shu yerda ishlayotganlarga hammasiga rahmat. Shu ishni tashkil qilganga ham rahmat. Yangiqo'rg'on, Namangan oblasining Yangiqo'rg'on rayonidan keldim. 1 yildan beri shu Mehrigiyo choylarini, doktor Ali choylarini iste'mol qilamiz. Ayolimning davlena kasali bor edi. Davlenalar normallashib, bosh og'riqlarimiz berdi. O'zimda ham bosh og'riq berdi. Bosh og'riqlarimiz Xudo xolasa ichganimizdan keyin avval Xudo 5 kunda biz shifosini ko'rdik. Ko'pchilik kasalliklarimiz, ichimizdagi har xil kasalliklar hammasiga davo bo'ldi-da. Xullas biz Mehrigiyo doktor Ali choylardan mamnunmiz, xursandmiz. Shu yerda ishlayotganlarga hammasiga rahmat. Shu ishni tashkil qilganga ham rahmat. Men doktor Ali choylarini televizordagi reklamadan ko'rib chaqirtirganmiz. Bir oyni chaqirganmiz, 3 oyni chaqirtirganmiz. Doktor Ali choylarini ichganimizdan keyin o'zgarishlar yaxshi tomonga o'zgardi. Bosh og'riqlarimiz qoldi, davlenalar o'ziga normallik o'rniga tushdi. Xullas, kamchiliklar yo'q, hech qanaqa hammasi yaxshi joyda. Doktor Ali choyini ichinglar, tavsiya qilaman. Dardingizga shifo topasizlar.